Nayitli yeyishlik bo'lgan tebeyu beliqimizdan keldik. Do'stlar, yaxshimisizlar? Ishlar oshpazlar keldi, programmaga qarshi olamiz. Men Faxri Ustam. Bugun program kim keldi? Bugun G'o'za shahridan oshpazlik bizning G'o'za shahri oshpazlik kasbiga to'kib qo'shgan nurg'un shogirdlardan tarbiyalagan Ro'za Ustam keldi. Ro'za Ustam amsa, sakning marhamat. Ro'za Ustam, xush keldingiz. Rahmat Faxriddinka. Salom ko'pchilik, men G'o'zadan Ro'za Ustam bo'laman. Biz endi bu shu programma qatnashib nihoyat xursand bo'ldik. Yeshil nur oshpaz keldi programmasi. Nihoyat bizni o'ylagan asosda Faxriddinka intayin japalarni chekib, nurg'un oshpazlikka to'p qo'shgan Faxriddinkamga rahmat. Rahmat. Ham shu Yeshil nur oshpaz keldi programmasiga rahmatimni bildiraman. Bugun qo'rqganimizdan qachon obdan bir qurban keldingiz. Shundoq. Amsa, sakning sizga qoldi. Salom do'stlar, bugun sizlarning o'zingizlarga olib kelgan tamoq bo'lsa, nihoyatda yeyishlik bo'lgan tebeyu beliqimizdan keldik. Bular ketirlik materiallar bo'lsa, mavu xayloyu. Endi bu oshxonada qildirik azroq, tam yaxshi yeyishlik bo'lgan beliq deb xayloyu degan beliqni ishlatamiz. Bu kraxmal. Yana Sinjan so'ngpiyaz, samsaq, keskellaza. Ketirlik materiallar shu. Unda bo'lsa, qo'rish bosqichiga o'tdik. Birinchi qadamda tekshi beliqning oldi keyniga yana diamfin kraxmali tekshi bo'lgan nepiz holatda berayotimiz. Oldi keyniga biroq o'xshasa mushtaq berib o'tgandan keyin buni bir maydon o'tkazib ya'ni zalab qatirib olamiz. Beliq pishish jarayonida ezilib ketmaslik, titilib ketmaslik uchun shunga kraxmal bilan belli qilib olamiz. Meyimizmi qizib tayyor qopti. Unda bo'lsa, beliqni moyga silish bosqichiga keldik. Moyning gradusi bo'lsa 100 gradus atrofida. Qiziganda beliqni solamiz. Mana bu holatda beliqni zalab qatirib olamiz. Mana beliqni zalab tayyor qilib oldik. Mana bu holatda qizirib, qetishib hozir pishib bo'ldi bu beliq. Bu beliqni 4 minutdan 5 minutgacha zalasak bu holatga keladi. Beliqni suzib olamiz. Suzib olib, buni qo'rish bosqichiga o'tamiz. Endi biz odatda oshxonalarda o'zimiz tayyor qilib olgan janglar bilan qo'raymiz bu beliqni. Endi men bugun shu oilda qulaylik bo'lgan eng oddiy usulni sizlarga olib keldim. Albatta qo'rish bosqichiga o'tib ketdik. Qozonga oz miqdorda moy qo'yamiz. Moy qo'yib olgandan keyin qozonimizga tayyor qilib olgan simunjang, samsaq, keskellaza mushlarni puraq chiqqicha qo'raymiz. Buni mushtaq bo'sh o'tda uzoqroq qo'rganda nihoyat mezlik samsaqlarning, sinjanlarning shunda xushpuroq ta'mi chiqadi. Ma bo'lsa qaqlaza, ma bo'lsa xavyo. Xavyoni jiqroq beramiz. Ma bo'lsa qangzimalayu. Buni oz miqdorda beramiz. Ma bo'lsa xogolyo. Xogolyoni oz miqdorda beramiz. Qozonga soldik. Qo'raymiz. Bunga beliq chilashqidek bo'lgan suv quyamiz. Suvni quyib, buni 1-2 minut qaynatamiz. Sağan doğru dermeklarninki, sinjan samsaqlarninki ta'mlari yaxshi chiqish uchun 1-2 minut qaynatib, andan keyin ichidagi zazazlarni suzib elitib, beliqni silib 3 minutdan 4 minutgacha beliqni qaynatib, suyini azroq quyaldirib elib iste'mol qilsak bo'ladi. Bunga solamiz
Tetikqulardan şekerdan 4 qo'shiq şeker. Jijingdan 2 ya'ni oqmushdan yarim qo'shiq. Tuzdan 1,5 qo'shiq. Beijingdan 1 qo'shiq. Solamiz. Ondan keyin buningga Jangyudan 1 qo'shiq. Sirkidan 2 qo'shiq sirka. Ya'ni ochiq suv, qora ochiq suv. Bir 2 minut qaynatgandan keyin buni mana va mezlik puraq, nima degan payzi buni endi suzib etamiz, sog'an doğru dirmaklarni, sinjang, so'ng piyoz narsalarni yeganda tishlarimizga, tillarimizga chaplashib olib, daxli qilmaslik uchun suzib etamiz. Mana zali qilib olgan beliqimizni o'sha tongga solamiz. Selib 4 minut atrofida qaynatamiz. Qaynatgandan keyin beliqning ta'mi ichiga kirib, nayt yeyishlik, mezlik bo'lib ketadi. Mana. Unda bo'lsa beliqmi nayt mezlik holatda pishib oldi. Buningga teximi peyzi qilish uchun chanagan samsiqimizdan azroq solamiz. Mana samsoqni selib oldik. Andan keyin azroq sirk uramiz yana, puruqining kuchli bo'lish uchun. Mana sirkidan azroq urib oldik. Ma bo'lsa zimaning meyi, shangyu deymiz. Shangyudan azroq uramiz. Mana Roziston biliq tayyorlabdi. Qaynab mana. Alamat o'xshidi ma biliq. Mana mushta yerlik. Oddiy usulda oilalarda qilib bo'ldi ekan qo'ya. Yesakmi bo'ladi. Endi buni tafsil elishdan burun mana kraxmal suyidan azroq quyamiz. Nayt shilim holatda beliqqa yepishib turadi suya. Mana bizning to'mi taqsimimiz tayyor bo'ldi. Bunga qizib ketdi-da, mana azroq may qo'yamiz. Ondan keyin piyozni tekshir holatda yeyib olamiz. Baş piyoz mana. Baş piyoz. Bezik praçık piyozdim va. Buni endi taqsimimizga suv asaqli bo'ladi. Mana. Vay. Qaynab ketdi, varaq chiqdi. Mana hozirda qarshi qiyomini beliqning ustiga uramiz. Mana o'sha holatda tebayumi tayyor bo'ldi. Buni go'zal ko'rkam qilish uchun tayyor qilib olgan ko'k qizil lozim bizga, ya'ni mana o'sha holatda chechib olamiz. Ustiga azroq zimalarni sepib olamiz. Ko'kam tayyor qildim mana. Mana ko'rib boqaylik, nayt ko'rkam. Baning sizlarga yaradimi? Yigimkan bo'chim amma chiraqsida. Ajoyib peyz chiqibdi ma. Qani ket baqamdoq bir tetib siz kelib javob etdingiz. Rahmat, sizdan kelsin. Beliqning tayyor chiqib turibmish, Vah. Jon tanishimiz mana tabiiy qo'rsin degan peyz chiqadi. Asli Hatta o'sha holatda oddiylashtirib uyda mushatamda o'sha holatda qo'rib yesak bo'ladi. Bak noch chiqibdi-mi? Endi uyda oilada biz oshqonlar qilgandek jonlar yo'q tayyor qilib olgan. Men sizlarga mana tabiiylar eng oddiy bo'lgan usulda qorish usulini ko'rsatib qo'ydim. Tam qandaroq bo'pti Tabiiy ajoyib peyz bo'pti. Siz etib uyingizda sinab baqing. Yana shundoq biliq turdiki tamoqni qiziqsangiz, bizning inkatlarga yozib qo'yinglar. Biz budoq sonda texnik yaxshi bo'lganmish biliq turdiki tamoq etib chiqamiz. Yeshinur oshpaz keldi programmasi. Men Ro'ziy ustam budoq sonda ko'rishaylik, xayr qo'sh.